o'zingizning eng kuchli tomoningizni realni biznes qilish uchun qaysi kuchli tomoningiz borligini aniqlashni xohlasangiz, keling shu haqida gaplashamiz. Oq qog'oz olamiz va oq qog'ozni bo'lamiz. Birinchi qismiga xohlaydigan narsalaringizni yozasiz. Ya'ni nima qilishni xohlaysiz? Misol, birinchisi televizor ko'rishni xohlaysiz. Ikkinchisi ashula aytishni xohlaysiz. Uchinchisi sport bilan shug'ullanishni xohlaysiz. To'rtinchisi dizaynerlik qilishni xohlaysiz yoki bo'lmasa marketing qilishni xohlaysiz yoki yana IT qilishni xohlaysiz. Hamma xohlaydigan ishlarni yozib chiqamiz. Misol bo'lishi mumkin, tasavvur qiling, 20 ta xohlaydigan narsangiz chiqdi. Endi ikkinchisiga esa qo'lingizdan keladigan narsani yozasiz. Qaysi biri 20 taning ichida qaysi biri qo'lingizdan keladi? Misol, televizor ko'rish keladi. Ashula aytish cho'ta nito, sizdan hofiz chiqmaydi, cho'ta nito, всё. Uchinchisi sport, okey, keladimi, kelmaydimi? Kelsa keladi. Va qaysi yozib chiqamiz? O'rtacha 20 ta bo'lsa, bu tomonga atiga 10 tasi o'tadi. Chunki hammasini xohlaganingizda hammasi qo'lingizdan kelmaydi. Uchinchisiga esa odamlar qaysi biriga sizga pul to'lashga rozi. Demak, birinchisi televizor ko'rish yoqadi, qo'lingizdan keladi, lekin hech kim siz televizor ko'rganingizga pul bermaydi. Отказ. Bu tomonga faqatgina qo'lingizdan kelgan 100% o'xshagan narsalarnigina ko'chiramiz. Odamlar pul berishga rozi bo'lganlarini. Qaysi bir qo'lingizdan kelgan narsaga odamlar pul berishga rozi bo'lsa, o'shanigina yozamiz. Birinchisida 20 ta, ikkinchisida 10 ta, uchinchisida atiga 2 ta yoki 3 ta bo'ladi. Ana endi o'sha 2 ta yoki 3 ta qolganini ham xohlaysiz, ham qo'lingizdan keladi, ham odamlar pul berishga rozi. Uchalasini yozib, uchalasidan bittasini tanlaymiz. U yog'ini ko'ngilga qo'yib beramiz. Eng zo'ri ichidan eng ko'p xohlaydiganimiz, 100 ballik sistemada eng ko'p qo'limizdan kelgani va odamlar eng ko'p pul berishga rozi bo'lganini tanlaymiz. Mana shusini olamizda, mana shusini biznesga aylantiramiz. O'shanda haqiqiy siz xohlagan, haqiqiy qo'lingizdan kelgan, haqiqiy odamlar pul berishga rozi bo'lgan ishni birlashtiramiz. Mana buni haqiqiy sizning missiyangiz bo'lib chiqadi. Yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar. Bitta sizlardan like.